Kir yuvish mashinasi motor qismi ishlayapti, lekin baravar qismini aylantirib bera olmayapti. Kir yuvish mashinasi haqida foydali ma'lumot va ta'mirlash to'g'risida video tayyorladik. Video oxirigacha kuzatib boring. Kir yuvish mashinasi ochib oldik. Ushbu ko'rib turgan ehtiyot qismi reduktor. Reduktorning asosiy ishdan chiqish sabablaridan biri bu kir yuvish mashinasiga me'yordan ortiqcha kiyimlarni solib yuvganda reduktor qismiga kuch keladi va reduktor qismini tez ishdan chiqaradi. Yangi reduktorni o'rnatib olamiz. Ko'rishingiz mumkin, kir yuvish mashinamiz tayyor bo'ldi. Sizlar uchun tavsiyamiz 6 kilogramlik kir yuvish mashinasi uchun 4-5 kilogramdan ortiqcha kir solmang, siz uchun uzoq xizmat qilib beradi. Shunday ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun ta'mirlovchi.uzga obuna bo'lib qo'ying.